Shahrixonda 40 santimetrli lavash kolasi bilan attiga 25 ming so'm. Videoni oxirigacha ko'ring, tushuntirib beraman. Bu hammamiz yaxshi bilgan Angels. Bu yerda yangiliklar bor ekan va ularni yoritgan albatta o'zim tashrif buyurdim. To'g'risini aytganda Shahrixonda 25 ming so'mga shunaqangi bahaybat 40 santimetrli lavashni esa bo'ladi desa ishonmagan bo'lardim. Kamiga yonida ichimligi ham bor. Xohlasangiz kola berisharkan, xohlasangiz choy yoki kofe. Tarkibi tovuq go'shtidan, sabzavotlardan va ajoyib sousdan iborat ekan. Ta'mi menga rostdan ham yoqdi. Navbatdagi taom esa Shahrixonda hit bo'lish kutilgan, aynan sizni sevimli taomingizga aylanishi kerak bo'lgan shunaqangi pishloqli toster. Ta'miga umuman gap yo'q, men maza qildim. Ayniqsa bu ajoyib toster Saudiyadan keltirilgan mirinda bilan juda ham boshqacha ketargan. Tatib ko'rganlar bormi bu mirindani? Ha? E'tiborlisi shundaki, Angelsda ishlatiladigan barcha go'shtlar mahalliy go'sht mahsulotlari ekan. Bu ikkalasini ham tatib ko'rmasanglar bo'lmaydi. Men rostdan ham sizlarga tavsiya qilaman, boshqacha maza qilasizlar. Angelsga kelganingizdan keyin shirinliksiz ketmaysiz. Ushbu vaflilar, qulupnaylar, Nutella shokoladlari bilan juda boshqacha ketadi-da. Maza Shahrixon tumani shundoqqina stadion yonida Angels kafesi.